Xayrli kun hammaga. Baholash niqoblarini qanaqa ishlatishni bilmagan ustozlarimiz uchun ozgina tushuntirib bermoqchiman. Bu baholash niqoblari PowerPointda yasalgan, tayyorlangan va buni biz o'quvchilar mavzuni qay darajada tushunganligini yoki ular qanaqa baholashini bilishimiz uchun bu slayddan tayyor shunaqa interaktiv metoddan foydalanamiz. Birinchi navbatda Qizil ruchka Telegram kanaliga kirib, o'zimizga buni ko'chirib ham o'tkazishimiz mumkin. Bu doimiy ravishda o'zimizda qolishi uchun albatta. Faqat kanalni o'zida kirib ham bemalol ishlata olamiz. Buning uchun aynan slayd ochib bo'lganimizdan keyin yuqoridagi mana bu belgiga bosishimiz yoki kompyuter orqali F5 bilan ishlatishimiz va 3-varianti slayd showga kirib, mana shu from beginning degan shu maxsus rejim orqali biz to'liq slaydga o'tkazib bundan foydalanishimiz mumkin ekan va ishlatish davomida masalan bitta o'quvchingiz, talabalaringiz keladida, aynan qizil, sariq va yashil tugmalar bor. O'sha tugmalarni ustiga bosish kerak bo'ladi va bu nechta o'quvchi qay darajada mavzuni o'zlashtirgani yoki tushungani haqida sizga qisqacha shunaqa statistika beradi.